Assalomu alaykum. Men Halimov Ravshan, ta'mirchi usta, ya'ni restavratsiya. 1981-yil maktabdan keyin shu yerga kelgan restavratsiya ishlariga hozir ham mana shularni davom ettiryapmiz, yoshlarga o'rgatyapmiz. Endi ta'mirlash ishlariga, endi restavratsiyadagi ta'mirlash ishlariga asosiy bezaklarda 3 xil bezaklar bor. Ulardan birinchisi terakota bo'ladi, mayolika va mozaika bo'ladi. Terakota degani ko'plar biladilar. Terrakota. Bu pishgan endi loy deymiz, terrakota. Maxsus loyni olinadi. Uni plastilinga o'xshab plastilindek qilinadi. Bunda bir joyga kerakli formaga kelsa, ho'l paytiga naqsh o'yiladi. Soya joyga quritib, keyin pishirib oladi. Bu uyulgan terrakota. Bunisi silliq terrakota. Bir xil terrakota. Keyin sir berishni boshlangan. Mana bu sirlangan terrakota deydi. İkinci xil bu mayolika deydi. Bo'yniga aytganda bir marta pishirib olinadi, naqsh solinadi. Oraliga har xil ranglar bilan to'ldirib, ikkinchi marta xumdonga qo'yiladi. Xumdondan keyin mana ranglar chiqadi. Bu mayolika deydi. Bir bo'lak narsa har xil rangda. Üçüncü ve oxirgisi mozaika deydi. Endi biz tilimizga qo'shim burish. Bu mozaika degani har bitta bo'lak alohida teriladi. Bular uchun avvaldan mana bunaqa har xil rangdagi plitkalar tayyorlab qo'yadi. Mana shuni yasash uchun avval qog'ozni naqshini qilish kerak. Naqshni qilgandan keyin har birisini 1, 2, 3, 4 bu joylashi, keyin ranglarini yozgan. Ko'k, yashil, oq shunaqa. Har bittasini mana shu qaychi bilan buni bunday har bittasini kesilib oladi qog'ozini. Masalan, mana shunaqa. Bittasini qirqib oldi. Bu yerga yozgan mana ko'k. Buni ko'k toshga nima qiladi? Yopishtirib chiqamiz. Keyin maxsus anjom bilan buni asta sindirib olinadi. Sindirib olgandan keyin ham mana bular hali tayyor emas. Bularni qum qayroq bilan qog'oz bilan barobar qilib charxlab chiqadi har bittasini. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin biz silliq joyga bularni orqa tomondan terilib chiqadi. Mana har bittasini. Terilgandan keyin bularni bir-biriga alabastr rastvor bilan yopishtiradi. Alabastr qo'ygandan keyin mana qotadi. Keyin qog'ozni yuvib agar bu mozaika, ya'ni qo'shim burish deyiladi.